Qiyomatda hamma sarson sargardon bo'ladi. Otalar menga yaqinlashma bolam deydi. Otani istarkanmiz, otajon, menga ozgina berib turing. Onajon, vali ne'matim, o'zingiz emizgansiz meni. Iltimos ozgina yordam bering, menga yaqinlashma. Seni deb shu ko'yga tushdim, bolam menga yaqinlashma. Betdim, menga og'irlik qilma. Dunyoda seni deb qancha yolg'on ham gapirdim, seni deb nojo'ya ishlar ham qilib qo'ydim, seni deb ibodatlarimni ham kechiktirdim. Jon bolam yaqinlashma der ekan. Lekin qiyomatda 7 ta sinfga kirgan odam bemalol xotirjam Robbisini arshida bo'lar ekan. O'shalardan biri kechalari bezovta bo'lib, zikr la ilaha illallohda bo'lib, astagfirulloh va atubu ilayh, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad, Allohu akbar kabira, subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar, la havla va la quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin deb o'zimizga o'zimizni zulm qilib qo'yganligimizni tan olib, Robbim senga hamd sanolar bo'lsin, Rasulingga